Assalomu alaykum do'stlar. Ikkinchi qism. Oldingi sonda bolalar yangi do'sti bilan mukishmak o'ynagandi. Qudrat mukingan yerida shokolad yeyishga boshladi. Hofiz va Hofiza bo'lsa, ajoyib xarita bir yerga kelib qoldi va u yerga kirdi. Bu yerdamitingiz? Sizni tepib oldim. Ha? Ha. Hozir. Hofiz, to'xtang. Siz kim bo'lsiz? Inna. Sizning ismingiz Innami? Mening ismim Hofiz, yonimdagi qo'shniqim Hofiza. Inna. Voy, assalomu alaykum. Inna. Siz bu yerda nima ish qilasiz? Inna. Ajoyib ish. Siz qaraganda bu yerda necha vaqtdan beri turgan o'xshaysiz. Inna. Bu yerdan biz bilan birga chiqamsiz. Sirtda birga o'ynaymiz. Buni qanday qilamiz? Hofiz, qayerga yashirinding? Bu sir, bizni tepishing kerak. Sen Qobil bilanmi? Yo'q, men Hofiza bilan birga. Qobilni topolmadim. Telefon qilsam olmadi. Ha? Biz keldik. Biz bu yerda. Hofiz, bu nima? Tunishtirib qo'yay. Bu Inna yangi do'stimiz. Qobil. Ha, rost. Qobilni biz hozirgacha topolmadik. Uni o'g'irlab ketgan-da, ha? Butun masjidni izlabmi topolmadik. Aka, endi qanday qilamiz? Inna. Bizga yordam bermoqchida qiludi. Balkim Qobilning izini mushu narsa orqali topa olishimiz mumkin. Yuringlar. Qayerga ketgandi u? Qo'lingdagi narsa bilan topa olamiz deb o'ylayapsan? Akilang, menga bering. Sizlar yaxshi izlamadinglar. Qobilning izini o'zim topaman. Topdim. Qani, qayerda? Menchi bu izlar cho'qim Qobilning. Mana. Astagfirullah Qobil. Biz mukindi deb o'ylasak, sen uxlab etibsan emasmi? Qobil, tez chiqing. Menga yordam beringlar. 1, 2, 3. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Astagfirullohal azim. U yerga qanday kirib qolding? Hiliqi.
Şundaq jex narsa yesang, albatta shundaq bo'ldi. Boshqalar bilan bir narsani bo'lishib yeyish bu yaxshi ish. Agar sen yaxshi ko'rgan narsangni do'stlaring bilan bo'lishsang, Alloh seni mukofotlaydi. Meni kechiring, ustoz. Mayli, hech qisi yo'q. Qani, Hofiz, Ali do'stlaringlarning chiqishiga yordamlashinglar. Allohu akbar. Qizim, bu nima? Dada, bu inna. Bizning yangi do'stimiz Qobilni tepishimizga yordam berdi. Mashalloh, rahmat sizga inna. Bak umoqkansiz. Inna. Qani bollarim, azon chiqdi. Yuringlar, masjidga boraylik. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. Allah yolunda nafaka qılыңlar. Özüңlarni öz qulunglar bilan halak qılmаңlar. Haqiqatan Allah yaxshilik qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Sura Baqara 195-oyat.